Ben olib men baraka topdim. 2 yildan beri qiynalardim. Zinalidan chiqa olmasdim. O'ntizam shunaqa og'rirdi. Hozir tizamda noqol miyni tiqqanchalik ham og'riq yo'q. Rosa yaxshiman. Mana qo'llarim bukilmasdi. Mana shundan ortiq bukilmasdi. Hozir mana Oyoq og'rig'i ham qoldi dedingiz. oyoq og'rig'im umuman qolib ketdi, hech baloyi. 1,5-50 kuncha ichdimda men buni. Rahmatli, ko'p mashina o'ylab topgan. Shuna. Juda zo'r narsa ekan. Ko'pchilik o'zi yaxshi yordam beryapti mana. Ha, zo'r yordam beryapti. Qo'lim yopilmasa ham deyapsiz. O'shalar ham Qo'lim zo'r. umuman yopilmasdi. Mana bunda turardi qo'lim. Keyin mashincha ekkanimda ham og'ruvgacha bo'ldi. Hozir yo'q mana. Ishlari ketdi, shuvdi mamitlarim. Shuna. Maza qildim xullas kalom. Omadinglarni bersin. Shunaqa kasallardan qiynalib yurganlarga bemalol tavsiya qila Men olasiz. 2009-yildan beri mana shu anaqamman. Mana shu anaqani qo'yishgan menga diagnozni. Aytaman sizga har 6 oyda 2 million 400 bo'lib ketdi o'sha anaqa qo'lim. Endi bu kerak emas menga. Ana shunday yaxshi bo'ldi. Baraka topinglar, omadinglarni bersin. O'ylab topgan odamga katta rahmat. Shunaqa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol Aytaman, kelaveradi. tizzadan rosa qiynalardim. Manzil Toshkent shahar Yunusobod dehqon bozor, 494-joy. Boshqa barcha turdagi giyohlarimizdan ham bor. Mana